Yurtimiz hayotiga oid xabarga qaytamiz. Mamlakatimizda shu yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish ishlari olib boriladi. Ushbu tadbir mamlakatning demografik, ijtimoiy holati, tabiiy resurslardan foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida ma'lumotlar bazasini shakllantirishga xizmat qiladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. O'zbekistonda aholi oxirgi marotaba 1989-yilda ro'yxatga olingan. Oradan o'tgan yillar davomida aholi soni, yashash joylari, ijtimoiy hayoti va qishloq xo'jaligi sohasida katta o'zgarishlar yuz berdi. Shu bois bugungi kunda yangilangan va aniq ma'lumotlarga ehtiyoj mavjud. Shu munosabat bilan joriy yilning 15-yanvardan 31-yanvarigacha fuqarolar onlayn tarzda ro'yxatdan o'tishlari mumkin. 4-fevraldan 28-fevralgacha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan xodimlar uyma-uy yurib, aholi va qishloq xo'jaligi bo'yicha ma'lumotlar yig'adi. Demak, jarayon ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi, internet orqali onlayn fuqarolar o'zlari ro'yxatdan o'tkazishlarini olib boradi. Bunda hech kimning ishtiroki bo'lmaydi. Aynan telefon yoki internet kompyuterlar orqali o'zlari aynan statistika milliy qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan 71 ta savol bor. Ana o'sha savollarga batafsil ketma-ketlikda javob berish orqali mazkur ro'yxatga olish ishlarida ishtirok etadilar. Bu savollarimizni 54 tasi aynan aholini ro'yxatga olish bo'yicha, 17 tasi qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bo'yicha. Aytaylik, ko'p qavatli binolarda turadigan yoki bo'lmasa shaharlarda istiqomat qiladigan aholilar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan savollarga javob berib, vaqtlarini ketkazib o'tirishlariga hojat yo'q. Ular faqatgina aholini ro'yxatga olish savollariga javob berish bilan kifoyalanadi. Qishloq joylarda istiqomat qiladigan, hovli joylarda yashaydigan fuqarolarimiz esa qolgan 17 ta qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan savollarga javob berishlari mumkin. Ro'yxatga olish natijalari orqali aholining soni, tarkibi, yashash sharoitlari, qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish holati aniqlanadi. Birinchi bosqichdan qolib ketgan, internetdan muammosi bo'lgan yoki bo'lmasa qariyalarimiz, savollarga javob berishga qiynalgan aholi qatlamimiz ikkinchi bosqichda mahalla yetiligi a'zolari tomonidan uyma-uy yurgan holda ikkinchi bosqichda ro'yxatga olish ishlarida qatnashadilar. Fuqarolar tomonidan taqdim etilgan barcha ma'lumotlar maxfiy saqlanadi va faqat statistika maqsadida foydalaniladi. Ushbu jarayon soliq va boshqa nazorat tadbirlari bilan bog'liq emas. Kimga qanaqa-de? Menimcha uyma-uy yurgan ham yaxshi bo'lsa kerak. Endi qariyalar olish kerak-ku, qariyalik ko'cha yurmasa. O'shanga nisbatan uyga borib olib yurgan ham yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylayman, mening fikrim bu. Aholini o'rganadi, sharoitini, nimalar kerak shularni ko'rib chiqadi baribir. Ko'rsagan ko'zi bilan ishonarli bo'ladi. Onlaynga uncha ishonmaydi odamlar. Ro'yxatga olish kerak. Aholi soni O'zbekistonda oshib boryapti. Boshqa respublika, boshqa davlatlarga qaraganda, imенно O'zbekistonda oshib boryapti. Bu kelajak uchun juda yaxshi. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish bu har bir fuqaro manfaatlariga xizmat qiladigan muhim jarayon. Har birimiz faol ishtirok etib, yurtimiz kelajagi uchun zarur bo'lgan aniq ma'lumotlar shakllantirishga o'z hissamizni qo'shaylik. Diyora G'aniyeva, Oybek Mahkamov, Zamon informatsion dasturi uchun.